2026 yilgi Toyota Tron bu premium darajadagi sedan bo'lib, Toyota kompaniyasining eng zamonaviy texnologiyalari va hashamatli dizayni bilan ajralib turadi. Yangi model o'zining kuchli ishlash samaradorligi, qulayligi va ilg'or xavfsizlik tizimlari bilan avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldiradi. Tashqi ko'rinishda Tron zamonaviy, jozibali va o'ziga xos dizayn yechimlariga ega. Keng radiator panjarasi, o'tkir chiziqlar va LED faralar unga sportiv va zamonaviy ko'rinish beradi. Orqa tomonda esa chiroqlar to'liq LED tizimi bilan uyg'unlashgan bo'lib, avtomobilga o'ziga xos futuristik qiyofa bag'ishlaydi. Salon ichki qismi esa maksimal darajada qulaylik va texnologiyani o'zida mujassam etadi. Yumshoq charm o'rindiqlar, yuqori sifatli materiallar va keng sensorli ekran haydovchiga zamonaviy boshqaruv imkoniyatlarini beradi. Toyota Tron'da Apple CarPlay, Android Auto, ovozli boshqaruv, premium audio tizim va simsiz zaryadlash kabi funksiyalar mavjud. 2026 yilgi Toyota Tron 2 xil dvigatel variantida taklif etiladi. 2.5 litrli gibrid tizim va 2.4 litrli turbogibrid tizim. Har ikkisi ham yuqori yoqilg'i tejamkorligi va kuchli tezlanishni ta'minlaydi. To'liq gildirakdan tortish, AMT tizimi avtomobilning har qanday yo'l sharoitida ishonchli harakatlanishini kafolatlaydi. Xavfsizlik borasida Toyota Tron Toyota Safety Sense 3.0 tizimi bilan jihozlangan bo'lib, unda avtomatik to'qnashuvni oldini olish, adaptiv kruz nazorati, yo'l chiziqlarini aniqlash, kor joylarni kuzatish va piyodalarni aniqlash kabi ilg'or funksiyalar mavjud. Yangi Tron nafaqat texnologik, balki ekologik jihatdan ham samarali bo'lib, Toyota kompaniyasining barqaror kelajak sari tashlayotgan qadamlardan biridir. Bu avtomobil biznes klassdagi haydovchilar, hashamat va texnologiyani qadrlaydiganlar uchun mo'ljallangan. Toyota Tron bu nafaqat avtomobil, balki hayot uslubini ifoda etuvchi premium tanlovdir.